ekologiyani buzayotgan siz ekansiz-da. Har 3 ta ayolimizdan bittasida uchraydigan intimniy hidlanish. Bu nimadan bo'ladi? Shamollash, eroziya borligi, intim hayot ko'pligidan bo'lishi mumkin. Bu qizimiz ham shunaqa intim hayot paytida hidla chiqib ketishi, intimniy hayotdan keyin hidlanib yurish muammolari bilan bizning oldimizga keldilar. Va biz bularga nima protsedurani tavsiya qilamiz? O'sha mashhur Gold lazer apparatimizda intimniy sujeniya amaliyotini tavsiya qilamiz. Intimniy sujeniya nimaga ishlaydi lazerda? Intimniy sujeniya hidlanishlarni yo'qotadi, qin devorlarini ma'lum bir vaqtga toraytirib beradi. Sizda ham shunaqa muammo tug'ilib, o'zingizni diskomfort his qilayotgan bo'lsangiz, lazerniy sujeniya amaliyotini tavsiya qilaman. Har doimgidek chiroyli narx va to'liq ma'lumot bilish uchun pastdagi tugmani bosamiz.